O'zbekistonga qor bo'roni va kuchli shamol kirib kelmoqda. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ma'lum qilishicha, ertaga 22-yanvar hamda 23-yanvar kuni kechasi va ertalab O'zbekiston bo'yicha asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Yo'llarda ayrim joylarda yaxmalak yuzaga keladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 22-23-yanvar kunlari qor yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayadi, ayrim joylarda 22-25 metr/sekundgacha yetishi mumkin. 22-24-yanvar kunlari havo harorati kechalari -3 - -8 darajagacha soviydi. 22-24-yanvar kunlari havo harorati kechalari -3 - -8 darajagacha soviydi. Kunduzi -3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha bo'ladi. Shimoliy hududlarda esa kechalari -12 - -15 darajagacha, kunduzi -2 - -5 darajagacha sovuq kuzatiladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da yaxshi xabarlar bizning kanalimizda bo'ladi.